Bugun sizlarga Dubaydagi sayohatim haqida qisqacha gapirib beraman. Ertalabki soat 4 da samolyotga o'tirdik. Taxminan 4,5 soatlik uchib, soat 8 da ertalab Dubayda edik. Va aeroportda bizga Dubay sim kartalari shundoq tekinga berildi. $100 arabcha pulda 350 dirham bo'ldi. Va biz mehmonxonaga borib joylashganimizdan keyin darrov aylanishga chiqib ketdik. Xullas biz birinchi bo'lib Dubay molini aylanishga qaror qildik. Yaxshilab o'ylab qarasak, bir kunda aylanib chiqishga ulgurmas ekanmiz. Va biz keyin kemada shahar aylanishga chiqdik. To'g'risini aytsam, shahar juda ham go'zal va betakror. Agar sizlar ham Dubayga kelsanglar, albatta kemaga chiqib ko'rsanglar, maslahat beraman. Aylanish-ku o'z yo'liga, lekin nimaga kelganim keyin esimga tushib qoldi. Bugun biz Ma'ruf Agency bilan birga Dubaydagi GPS universitetini aynan siz uchun obzor qilishga keldik. Ha, to'g'ri eshitdinglar. Aynan GPS universitetiga keldik. Agarda siz ham GPS universiteti talabasi bo'lmoqchi bo'lsangiz, har yili 4 marta qabullar ochiq bo'ladi. Menga eng yoqqan tomoni haftasiga boriq 1 marta dars bo'lib o'tadi. Haftaning boshqa kunlari esa ishlasanglar ham bo'ladi. To'g'risi universitetdagi shart-sharoitlarni ko'rib, o'zimni ham o'qigim kelib ketdi.